Assalomu alaykum. Men Izzatilla Orifov. 2002-yil 15-sentyabr Toshkent shahri Beltepa mahallasida tug'ilganman. Oilada 5 kishimiz. Adam, oyim, singlim, ukam. O'rta oilada tug'ilganman. Adam tadbirkorlar, oyim uy bekasilar. Ismim Javohir. Toshkent shahrida tug'ilganman. Shtab mahallamizda. Bolalikdan shu ona bola Bo'ssimikka ko'pchilik biladi, legendarniy. Shu yerda futbol o'ynaganmiz. Birinchi qadamlarni o'sha Bo'ssimikda boshlaganmiz. Assalomu alaykum. Men Ro'zmatov Asror Chirchiq shahrida tug'ilganman. Oilada 4 kishimiz, oyim, Adam, akam, men. Oyim bozorda, Chirchiq shahri bozorida savdo qiladilar. Adam Qo'yliqda oyoq kiyim fabrikasida ishlaydilar. Akam o'zimizdan Chirchiqda O'zbek Ilma zavodda. Men o'zim Agrotech, ya'ni TTZ traktor zavodida ish yuritib boraman. Futbolga birinchi hamma futbolchilar qatori ko'chada, shu mahallada boshlaganman. O'sha paytlar 2010-yil edi, adashmasam. Dodamga rosa aytardim, o'sha futbolga olib boring deb. Dodam o'zlari ham qattiq qiziqardilar, ular ham futbolist bo'lganlar. O'sha yoshliklarida oyoqlariga sim kirib ketib, keyin tashlashga majbur bo'lganlar, doktorlar ruxsat bermagan. Mahallada o'ynab yurardim. Dodamga o'sha payt aytardim, tog'amni to'ylari yaqin paytlar bo'lardi-da, o'sha payt uncha ahamiyat bermasdilar. Keyin shu mahallada o'ynab yurib, bizani rahmatli qo'shnimiz ham qarindoshimiz bo'lardilar. Har doim ko'rishga o'yinlar chiqardilar-da. Men u payt o'zimdan yoshimdan katta bolalar bilan o'ynardim. Endi o'sha paytda Alloh talant berganmi, endi o'zimdan katta bolalarni aldab, bo'lmasa hech kim o'rgatmagan, aldab o'ynab anaqa yurardim. Keyin ular ko'rib dodamga aytganlar, shunaqa dodam ismlari Mirvohid, Mirvohid olib boring futbolga deb. Keyin dodam eshitib, ham bo'ldi deb olib borganlar tog'amni to'ylaridan keyin. 8 yoshimda boshlaganman. Birinchi Qoraqamishda Chig'atoy stadioni bo'lardi. Hozir ham bor. Shu paytda Spartak jamoasi bo'lardi. Birinchi o'sha yerda boshlaganman. Birinchi murabbiyim Shuhrat aka Qurbonov bo'lganlar. Futbol sirorlarini o'shalardan o'rganganman. Birinchi to'g'risini o'zi karatedan kirib kelganman. Karateda O'zbekiston chempioni, respublika chempioni bo'lganman va shunda O'rta Osiyoda chempionatini yutganimiz Malayziyaga olib ketamiz deyishgan. Olib ketishmagan. O'shandan keyin 2 oydan keyin shunda yig'ishtirib futbolga o'tib ketganman. 9 yoshimdan futbol bilan shug'ullanib kelaman. 15 yoshimgacha bolalar futbolida o'ynaganman o'zim. Futbolga kirib kelishim haqida, meni futbolga kirib kelishimga asli akam sababchilar. Chunki bizning akam bilan oramizdagi farqimiz 5 yosh. 5 yosh bo'lgani uchun akam vohliroq futbolga borganlar. Akamlarga qiziqib, men ham futbolga borganman. Chirchiqda birinchi trenerim Sherzod Jalolov bo'lgan. Shu trenerimning qo'l ostida men 2019-yilgacha shu trenerimning qo'l ostida bo'lganman. 2007-yildan. Endi nima deydi, shaharga kelib qanaqadir bir klubda yoki akademiyada prosmotrlarga kelganman. Prosmotrda endi omad kelmagan, o'xshamagan. 2019-yili o'zim havaskor futbolga borganman. O'zim borganman-da, o'sha professional futboldan chiqib ketganman. Erta 1,5-2 yilcha o'ynadim. Keyin Bunyodkor jamoasiga dodam olib ketdilar. Payt Bunyodkor kuchayayotgan payt edi. O'sha yaxshi jamoaga olib boraman deb shu yoqqa olib ketganlar. 2012-yil edi adashmasam. O'sha yerda keyin 5 yilcha o'ynadim. U yerda juda kuchli jamoa shakllangan edi. Murabbiyimiz Sergey Andreyevich hozir 2009-yillarning sborniysidalar. Yerda Abduqodir Husanov, Jasur Jaloliddinov, Abdurauf Boriyev, Otabek Jo'raqo'ziyev yana ko'p futbolistlar chiqqan. Yana u yerda chiqolmagan talantli, juda kuchli bolalar bor edi. Ayrim sabablarga ko'ra endi ular ham tashlashga majbur bo'lgan. Ozarbayjon posostvani biladiganlar bor, o'sha yerda maydon bor, katta maydon. Ikkinchiligiga chaqirishgan, ikkinchiligiga borganmiz, zborlardan o'tganmiz. Hammasi yaxshi ketayotgan bo'lgan. Keyin qarasak, o'sha ikkinchiligida nima deydi, Toshkentda bitta qilib aytganda pul topish kerak. Borib kelamiz, o'sha yo'l kiramiz, rasxotimizni, hech nimamizni qoplamagan. Keyin o'sha yil o'zida, yarim yil o'zida boshqa komandaga jo'natamiz, va'da berishgan. Lekin 3 oy o'ynaganmiz, hech qanaqa va'da bajarilmagan. Shundan keyin ishlashga Chorsu bozoriga, kiyim-kechaga tushib ketganmiz.
Shu bilan pul, ro'zg'or degan narsalar o'g'il bolam boshiga tushadi. Shundan keyin futbolni yig'ishtirishga majbur bo'lganmiz. 2010-yilda Bunyodkor akademiyaga kelganman. Ya'ni u Bunyodkor akademiya 2010-yil aniqida bo'lardi, geofizikada bo'lardi. Bu yoqqa kelganimda endi trenirovka jarayonida bo'lganman. Endi baribir o'z odamni o'ziga samatsenkasi bilinadi. U yerda ancha munchasidan yaxshiroq edimda. Keyin u yerda endi nima bo'lgan, nima qo'ygan murabbiyim o'zim gaplashganlar. Endi o'xshamagan. O'shandan keyin to'g'risini aytsam, professional futbol, keyin akademiya, unaqa narsalardan to'g'risi cho'chiganman borishga. Keyin o'zim yosh bo'lganim uchun, Chirchiqda turganim uchun shaharga kelib ketishga imkoniyatim unaqa yaxshi emas edi. Bu paytda endi faqat adam o'zlari ishlardilar. Onam uyda bo'lardi. O'sha hisobiga kelib ketishlarimizga yo'l kira yoki moliyaviy taraflama unaqacha kuchli bo'lmaganmiz. Xudoga shukr, hamma narsamiz bo'lgan. Chirchiq shahrining o'zida yurishimizga, misol uchun mashg'ulotlarga borishimizga, hamma narsaga Chirchiq shahar o'zida bo'lgani uchun sharoitimiz to'g'ri kelgan. Toshkent shahariga chiqib, kelib, ketib, qatnab, trenirovkasiga qatnab keta olishga sharoitim unaqa bo'lmagan. Endi iloji boricha men akademiyaga harakat qilganman. Shu yerda yashab, akademiyada katta bo'lishga harakat qilganman, lekin o'xshamagan. 2014-yili Yangiyerga borganman. Yangiyer akademiyaga 2 oy zbor bo'lgan, prosmotr bo'lgan, ana bo'ladi, mana bo'ladi qilib yurishgan, oxirida keyin o'sha sekin to'g'ri tushuntirib olishgan. Keyin 2015-2016 onam bilan Banisiga tushib qolganlar. Shundan keyin o'sha futbol bilan men 6 oy xayrlashganman, chunki o'zimni ham o'qishim, ham ishga urganman. O'qishga borardim, o'qishdan chiqib ishga borardim. Keyin oradan vaqt o'tdi, yana o'sha murabbiyim 2-liga ochdilar. Toshkent viloyatida 2-ligaga chaqirdilar, ya'ni 2-ligada o'ynadik. 2-liga tugagandan keyin undan keyingisi pulka bo'ldi. 2-liga tugadi, 1-ligaga harakat qildik. Pulka bo'ldi. Pulkaga borganimizda pulkada Lokomotiv qiziqish bildirgan, lekin bormaganman. To'g'risi, bu yoqda moliyaviy taraflama o'sha qo'limga olishimga to'g'ri kelgan uyda. O'shaning uchun Lokomotivga bormaganman. Oradan vaqt o'tdi, karantindan oldin shu o'zimni trenerim bilan bo'ldi, men professional futbolga aniq qilmayman. Lekin trenerim, o'sha murabbiyim 2019-yilgacha meni shu professional futbolga tiqishga harakat qilganlar. Chunki o'zlarining ukalari bilan bir xil yoshdaman, bir xil kunda tug'ilganim uchun o'zlarining ukalaridek ko'rardilar meni ham. O'sha o'zlarining ukalari o'ynab ketgan, meni ham o'shaning orqasidan professional futbolga harakat qilganlar-da, o'ynab ketishim uchun harakat qilganlar, lekin o'xshamagan. Keyin 2019-yil shu xayrlashganman, trenerimga aytganman, bo'ldi, men professional futbolni o'ynamayman, iloji boricha havaskorda harakat qilib ko'raman. Balki menda qiziqish bo'lib o'xshab ketar bu yoq tarafda. Aynan o'sha o'smirlar paytida, 16 yoshli paytda menda nima deydi, fizически sal yetishmas edi, bo'yim pastroq bo'lardi, o'rtoqlarim, jamoadoshlarim baquvvat, hammasi bo'yi baland, qanaqadir ko'p travma bo'lardim. Keyin barmog'im singan o'sha paytda, kuchim yetmay, mana shunaqa paytlar bo'lganda, o'sha travmadan keyin har kuni ular trenovka qiladi, men travmada bo'lardim, ular yana ham kuchayib anaqa bo'lgan. Keyin zaminlarga o'tirib qolganman o'sha paytda. Dodamning xarakterlari sal tezroq edi, o'sha o'ynamayotganimni ko'rib, Paxtakorga olib ketaman deganlar. Keyin Paxtakorga olib borganlar. Aytdi, keyin Paxtakorga borganman 2016-yilda edi. Keyin shu Paxtakorga Dilshod aka Nuraliyevga borganman. U yerda olib qolganlar, shu birinchi sostaviga ko'rib, bir oy ishlaganlar, ular ham keyin bo'shab ketganlar. Keyin Oybek Usmonxo'jayev olganlar. Hozir Paxtakor murabbiylar shtabida ishlayaptilar. Ular o'tda ham ancha-muncha narsalarni o'rgandim ulardan. Shunaqa qilib o'sha yerda o'ynadim. O'tda 2-3 yilcha o'ynadim. Keyin dublga o'tadigan paytda yana travma olib qoldim men. O'sha dublga olishmadi. Keyin 2-ligada o'ynab turdim Paxtakorda. O'tda institutga kiradigan paytim bo'lib qoldi o'sha. 1-yil topshiruvdim, institutga kira olmadim.
bu yerda oyim xafa bo'lib, nima deydi, siqilib anaqa qilib turuvdilar. Keyin o'sha как раз o'sha paytda ikkinchi ligada o'ynayotgan paytim fizkulturniy institut jamoasiga qarshi o'yin bo'lib qoldi. O'sha o'ynadik, biz yutqizib qo'ydik. U yerda katta bolalarda hammasi o'sha yutqizdik, lekin o'sha yerda murabbiyi o'yindan keyin meni chaqirib, shunaqa sani o'yining yoqdi, shu birinchi ligaga zadachi qo'yganman, shu yerda o'yna deb aytgandan keyin bo'ldi, men sizga aytib yuboraman deb, keyin как раз shu institutga kirishim kerak, shu yili kira olmaganman. Keyin onamni bu yoqda ozgina siqilganlar, shu institutga kira olmaganimga, keyin ularga rozi bo'lib o'ynaganman. Institutga ham olib kirib qo'yaman deyishganda u yerda. Keyin u yerda o'ynadim, u yerda ham juda kuchli jamoa edi. U yerda ikkinchi liga o'ynab, keyin birinchi ligaga olib chiqdik. Birinchi ligada ham o'ynadim. Shu birinchi ligada o'ynab, xudo xolisa, formaga tushib olaman deb, zo'r paytim edi. Menda har doim zbor paytli nima deydi, travma bo'lib qolardim-da. Endi Allohning taqdiri qadar hammasi yaxshiligiga-yu, shu paytlarda travma bo'lib qolardi. Shu birinchi ligada o'ynab turdim, endi formaga tushib Jizzax bilan o'ynaydi. Birinchi liga jamoasi travma bo'lib qoldim. Ancha vaqt ketdi unga ham, o'sha tiklanishimga ham. Amallab formaga tushdim. U komanda ham keyin yo'q bo'ldi. Mahallamizda shu yonimizda Jararuda do'stlik jamoasi ochildi. Keyin o'tga birinchi liga jamoasi edi. O'sha yerda keyin murabbiylar Samug aka, Komol aka, Shuhrat aka hammaliga o'sha formaga tushishimga yordam berib, yerda ham faoliyat olib bordim. O'tda o'ynab, o'tda ham Pro ligaga chiqdik. Birinchi o'zimga maqsad qo'yganman. Ko'zim qaqqacha yetadi. O'zimni ko'rganman birinchi ligada, uzog'i birinchi liga Pro ligada o'ynash darajasida bilganim uchun professionalda Paxtakor, o'sha paytda misol uchun kuchli komandalar Neftchi bor edi, Bunyodkor gullagan payt edi. Shularni ko'rib, o'zimni ko'zim ham yetmagan, chunki iqtidori mendan kuchli bolalar olib keta olmagani uchun ham men o'zimda bilganman. O'zim futbolga qiziqib yurardim, fan klubda, hozir ham fan klubda ishlayman. Shundan ko'ra oddiy o'yinchi bo'lgandan ko'ra fan klubda naborot yursam, yaxshiroq futbol ichida yuraman deb shu fan klub temasiga o'tib ketganman. O'sha keyin bozorda ishlaganimizda taklif bo'lgan bizga, o'sha O'zbekistonning Fazliddin akamiz o'zi Paxtakorda yurardik. Terma jamoaga chaqirganlar va o'sha terma jamoaga birinchi kelishimga sababchi bo'lishgan va bu Umid Ahmadjonov davriga to'g'ri keladi. Oradan vaqt o'tdi, karantindan keyin AFL, ya'ni shaharda bor havaskorlar futboli, o'shanda o'ynashni boshladim. Endi shaharda havaskorlarda o'ynab juda ko'p tanishlar orttirdim. Men bunisidan juda xursandman. Endi hamma narsa yaxshiligi deydi. Balkim professional bo'lib ketganimda, balkim boshqacha bo'lib ketardi hayotim. Lekin bu yoqda ancha tanish bilish orttirdim. Endi qo'polroq qilib aytganda, nima deydi, shaharda yursam ham bemalol yura oladigan darajada bo'ldim. Hozir mana shaharda qanday bemalol yuraman-da. Misol uchun qaysi shahar, qaysi to'shkasiga borsam ham, misol uchun tanish bilishim bor. Xudoga shukr, u tarafi. Undan keyin havaskorlar, ya'ni Havas futbol ligasi hozir Sergelida bo'lyapti. Keyin unga Chirchiq o'zimiz jamoat qo'yganmiz. O'sha qanday tushuntirsam bo'ladi? O'sha paytda mana o'sha Sherzod aka Jalolov murabbiyim paytidagi sostavimizni yig'ib havaskorlar futboliga qo'yganmiz komanda. Keyin o'tda o'ynab, keyin pedagog, ya'ni o'qishga kirganman. O'zi Chirchiq davlat pedagogik universiteti. Pedagog jamoasi bilan to'p surdim Havas ligada. Keyin endi ish joyim haqida gapirsam, endi hozirda Agrotech jamoasida to'p suraman-da, endi havaskorlarda qanday kelib qolganman, u ishim bo'yicha. Ya'ni ular meni ishga tortishgan, zavodga ishga olishgan, men ularga futbol taraflama yordam beraman. Ishimga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, men zavodga kirish umuman niyatim bo'lmagan. Chunki zavodda ishlagan tanishlarim, o'zimning qarindoshlarim ko'rganman qanaqa bo'lishini. Sepan zavodda baribir telefon ishlash mumkin emas, 8 soat ish. Baribir zavod, nima deydi, davlat ishxonasida baribir ishlash kerak. To'g'risi men zavodga umuman kirishni xohlamaganman. Harakat qilganmanki, o'zim ko'chadan nima deydi, har kunlik daromad ko'rishni. Chunki men o'sha oyim operatsiyali paytlarida har kuni daromad ko'rib, pul topib, o'rganib qolganim uchun men har kuni pul topish anusini topgani o'ylaganman-da. Pro ligada boshida o'ynatishmadi, shu 3-4 ta o'yin, keyin
sabr qildim endi men o'sha o'ynatishmagandan keyin o'zimni shansimni kutib, keyin Xorazm bilan o'yinda asosiy tarkibga qo'yishdi. O'zimni ko'rsatib o'ynadim. Qo'ldan kelgancha yaxshi o'ynadim. Men o'zimni o'yinimdan davonli bo'ldim. U o'yinda qizil olib qoldim. Sudya nohaqlik qildi. O'sha qizil berdi. Shundan keyin rosa siqildim o'zim ham. Qanaqadir karyeram orqaga ketgandek bo'ldi-da. O'ynatmadi o'yinlarda ham. Keyin bilsam, do'stlikni rahbarlari o'sha rahbar emas, yonidagi odamlar o'zgaruvdi. Trenirovkadan keyin menga olib qolib, har xil gaplar qilib shubha qilishdi. Men qizil olganim xuddi atilab olgandek deb gapirishyapti-da menga. Keyin shu anaqada shubha qilib, meni komandadan ketkazmoqchi bo'lishganini menimcha shunaqa deb o'ylashdi. O'zim ham his qildim. Oxiri kontraktimni bizdim o'ynatishmadi o'tda ham. Shu bilan futbolni tashlavdim. Yo'q, to'g'risini aytaman, bizda oilada sharoit yaxshi bo'lgan. Odamlarda futbolga qiziqish bo'lgan. Hech qachon misol uchun butsigimizda, formamizda yo borib kelishimizda muammo bo'lmagan va 16 yoshga yetganimizdan keyin o'zi uydagilardan pul so'rashga xijolat bo'lgan odam. Просто yo'l kirasiga, trenirovkasiga, keyin o'zimga ham ko'zim yetmagani sababli futbolni yig'ishtirmaganman desam ham bo'ladi. Professional faoliyatda davom ettirmaganman. Va bu narsada nima desam bir xil haqiqatda qiynalgan bo'ladi. Butsiga nimadirga sharoiti bo'lmaydi. Bizda yosh edi, alhamdulillah. Xudo xolis bu narsalar umuman bo'lmagan desam ham bo'ladi. Chunki hamma joyga borsak imkoniyatimiz, sharoitimiz bo'lgan. Qisqa qilib aytganda futbol paytlarimizdan ham, masalan, lagerda va tog'li hududlarda misol uchun zborlar bo'lsa, birinchilardan bo'lib borganman. Keyin oradan vaqt o'tdi. O'zimiz Chirchiqda birinchi ishxonaga kirdim, ya'ni tekstilga. Endi oylik masalasiga, oylikga aniq qildik. Shu tekstilga ishga kirdim. Tekstilda endi nima deydi? Eng birinchi oyligim 700 ming so'm bo'lganda. Birinchi oyligim 700 ming bo'lgan. U oylikni men 1 million 100 gacha ko'targanman. 6 oy davomida ishlab 1 million 100 olardim. Keyin ma'lum sabablarga ko'ra o'tdan bo'shadim. Bo'shaganimdan keyin Artelga ishga kirdim. Sarakulkadagi gaz plita yig'ishga Artelga ishga kirdim. Bu yoqda 1 million 300 oylik bilan ishladim. Endi u yoqda to'g'risini aytsam, ishlaganimdan keyin men do'stlarimdan, uydagilarimga vaqt ajratishdan umuman ajralib qoldim. Chunki menda bir hafta den, bir hafta noch edi. Nochdan kelasiz, kunduzi dam olasiz, kech payt yana nochga ketasiz. O'shaning uchun u yoqdan ham ketdim. Keyin orada o'sha payt ingliz tilini ham o'qidim. Buvim sababli buvimni zo'rlar bilan ingliz tilini ham o'rgandim, alhamdulillah. Ishlab yuruvdim shu ko'chada. Har xil ishlarga borib ko'rdim. Olmadi o'sha ingliz tilini o'rgangan, logistika sohasiga ham bordim. O'tda ham olishmadi. Keyin Adamga qarashib yurdim. Adam dillerlar, steklovata, Ecover steklovatasi qurilishlarda ishlatiladigan narsani biz zavoddan olib tarqatamiz. Bozorlarga, qurilish, shahar magazinlarga shunaqa qilib qarashib yurdim. Keyin sartaroshlikni boshladim. To'g'risi u narsaga o'qidim. Bir akamiz borlar, o'shalarga shogird bo'lib tushdim. Sartaroshlikka o'qidim. 2 oy davomida o'qib, 2 oyda отделение chiqib ketdim. Master bo'lib chiqib ketdim. Endi hozir 26 yoshda bo'lsam, hozir unaqa odam yig'ib, odam kutib o'tirishga to'g'risi meni vaqtim yetmadi. Chunki 26 yoshda men uydagilarga yordam berishim kerak. O'sha sababli to'g'ri sartaroshlikni tashladim. Da keyin shu zavod hozirgi ya'ni Agrotech Chirchiq, ya'ni TTZ. O'sha zavod meni o'zi ishga qabul qildi. Shu video nabludeniyaga ishga kirdim. Hozirda ishim yaxshi. Ular menga moliyaviy taraflama yordam beradi, men ularga futbol taraflama yordam beraman. Chunki zavodlar o'rtasida musobaqalar bor. Sexlar o'rtasida musobaqalarimiz bor. O'sha sababli men ularga u taraflama yordam beraman, ular menga moliyaviy yordam berishadi. Hozir kunga keladigan bo'lsak, akam uylanganlar, отдельно chiqib ketganlar, men ota-onam bilan qolganman. Ya'ni ota-onamga yordam berishim kerak. Futbolni tashlashimga jarohatlar ham sabab bo'lgan baribir, chunki aynan shu o'ynaydigan paytimda o'sha zborlarga borib, endi formaga tushgan paytimda jarohat olib qolardim-da. Endi bilasizlar, futbolda baribir aynan bizani yoshda jarohat iloji boricha olish kerak emas-da, chunki jarohat olsangiz hech kimga kerak emas, futbol shafqatsiz deydi-yu. O'shanga ko'p jarohatlar olganman. Shular ham sabab bo'lgan. Va futbolda birinchi jarohatimni
paqimni cho'zib olganman. Birinchi o'ynayotgan komandamda shuni ketishga majbur bo'lganman. Paqimni cho'zganimdan keyin o'zim o'ynash mumkin emas ekan bir oycha. Lekin o'ynaganman, zaxirada maydonga tushganman va o'sha uchrashuvda o'zim Gulboydan penalti ishlab, keyin o'sha penaltini ura olmaganimizda trenerimiz bizdan xafa bo'lgan va o'shandan keyin ketishga qaror qilganman. Trenerimiz keyingi yana o'ynash anaqasini bergan, lekin o'zim o'ynashni xohlamaganman, shu yerdan ketish anaqasi. Va 16 yoshimdan keyin 18 yoshimda ko'chada travma oldim. 4 yil, 3 yilga yaqin futbol o'ynamadim. Shu paqimdan qo'rqib o'ynamadim. Mana oxirgi yilda poytaxt ligasi sababli sal futbolga qaytdik. Mana endi So'niz jamoasida mashg'ulotlarni o'tkazib, nasib qilsa jarohatlarsiz ko'proq futbol o'ynash niyatimiz bor. Hozirda o'zim Paxtakor fan klubi sardori sifatida Paxtakor klubida ofitsiant ishlayman. Va undan tashqari To'rtinchi birikda mayda shunda ishlar qilib turaman va Instagramdan ham o'ziga yarasha yaxshi daromad topaman. Endi blogerlik deyolmayman-ku, futbolni ichidagi, futbolni narsalarni, muxlislarning ichidagi holatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Chunki o'zim futboldan ham ko'ra futbol ichidagi narsalarga ko'proq qiziqqanim sababli va futbolchi bo'la olmaganlar shu orqali futboldan chiqib ketmasligini va stadionga kelishini va futbol havosini olib turish uchun ham mana shu narsalarni stadion ichida va o'yinga botgan futbolchilar bilan salomatligimiz yaxshi, shu narsalarni yoritib berishga harakat qilaman. Endi futboldan chiqib ketishimni sababi, to'g'risi professional futbolga bo'lganim chiqib ketishdan sababi korrupsiya ko'p bo'lgan deb o'ylayman. O'zimni moliyaviy taraflama yaxshi bo'lmaganligim uchun chiqib ketganman deb o'ylayman. Jamoani o'ziga kirishingiz uchun korrupsiya. U sostavga tushishingiz уже boshqa mavzu. Misol uchun mana 2 oy davomida zbor bo'lsa, men 2 oy davomida zborda yurganman. 2 mahal trenirovka, hammasini qilganmiz. Endi baribir o'zingizda chuvstvo bo'ladi. Misol uchun men undan kuchli edim-ku degan narsa bo'ladi. Endi bu har bir odamda bo'ladi u. Вообще zborda bo'lmagan bolalar jamoaga qabul qilingan. Biz Chirchiqdan 3 ta bola borgan bo'lsak, biz 3 ham ketganmiz. Biz umuman 2 oy davomida Olmaliqlik bolalar kelgan, misol uchun Yangiyerga, biz Chirchiqdan borganmiz, Yangi yo'lli bolalar bo'lgan. Hammasi bilan birga yashaganmiz. 2 oy davomida endi yaqin bo'lib ketganmiz ular bilan. Endi bitta joyda yotardik, bitta joyda ovqatlanardik, bitta joyda trenirovka qilardik. Biz zbor tugadi, o'yinlari boshlandi ularni, qabul qilindi jamoa. Spiskani ko'ryapmiz. Zborda umuman bo'lmagan odamlar o'ynagan. Mana sport butsi, sport kiyimlar bo'yicha uncha muammo bo'lmagan, alhamdulillah. Chunki meni tog'am Dinamoda ishlaydilar. O'zlari boksyor bo'lganlar. Любой payt anu sport narsalarini bemalol olib menga olib berardilar, o'zim ham borib olaverardim. Alhamdulillah, u tomonlama muammo bo'lmagan. Juda ko'p futbolchilarga qarshi mashg'ulot o'tkazganmiz. Messining uyiga ham borganman. Qisqa qilib aytganda, ko'p futbolchilar Vitsel, misol uchun Zenit o'ynaydigan Vitsel bilan endi mashg'ulot emas u. Birga ular mashg'ulot o'tkazayotganimizda birga bo'lganmiz. Xalq, Zenit futbolchilari, Sardor Rashidov Qatarda 2006-yilda Zenit bilan o'yiniga tashrif buyurganmiz va mashg'ulot joyida Sergey Semak bilan o'sha ozgina futbolistlar bilan birga gaplashish va ozgina mashg'ulotida bo'lganmiz. Men bilan birga to'p surgan Abduqodir Husanov u 2004-yil bo'lgan, lekin biz bilan o'ynardi 2002-yilda. Jasur Jaloliddinov U23 da kapitan bo'lgan. Keyin Abdurauf Bo'riyev hozir milliy terma jamoada o'ynayapti. Otabek Jo'raqo'ziyev Andijonda hozir. Yana ko'plab talantli zo'r futbolistlar bilan o'ynaganman. Endi ular ham ayrim sabablarga ko'ra jarohat, yana boshqa sabablarga ko'ra tashlashgan. Abduqodir Husanov o'sha paytda ham juda tez bo'lardi, tez yugurardi. Bizdan kichkina bo'lishiga qaramasdan biz bilan bir xil o'ynardi. Hozir ham o'sha tezligi qolgan. Juda tez bo'lgan, kichkina o'sha tomonlama ajralib turardi. Abduqodir har xil asosiy tarkibda ham o'ynardi. Keyin har xil pozitsiyalarda o'ynardi o'zi. Zaxirada ham o'tirardi, последнийda ham o'ynardi, onkrayzashtida ham, oporniyda ham qo'yishardi. Hamma joyda o'ynaverardi. Yoshlarimizni Osiyo chempioni bo'lishgan va Argentinada bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasida jahon chempionatiga bitta zo'r taklif bo'lgan menga. Telefon qilishgan, soat anig'ini eslayman. 18:00 Abdurahmon Fozilov telefon qilgan. Javob 5 minut senga vaqt degan, bitta narsa aytaman degan. iPhone 14
yangi chiqqan payt edi, aniq bilaman. iPhone 14 Max olasanmi yo Argentinaga borasanmi deganlar. Yo aka men deganman, Argentinaga boraman desam 5 minutga menga qilib javob bering deganlar. 5 minutdan o'ylamaganman. 2 minutda. Shunday telefon qilgan Abdurahmon aka deganman. iPhone qachondir olishim mumkin, lekin men Argentinada jahon chempionatiga boraman. Bu narsani o'tkazib olmayman deganman. Nima deydi, 14 Pro Max dan voz kechib Argentinaga jahon chempionatiga borganmiz. Abdurahmon aka bilan Messini uyigacha borganmiz va Messini uyida naborot o'zim ko'proq gapirganman. O'zim Ronaldochi bo'lsam ham Messi haqida yaxshi narsalarni, Messi qayerda o'ynagan, qaysi maktabdan chiqqan, Rosario shahriga borganmiz. Ko'pchilik Messini tug'ilgan shahrini bilmaydi. Birinchi ular tug'ilgan shahar Rosario bo'ladi, Messi tug'ilgan shahar. Va u yerda New Old Boys jamoasi bor. Diego Maradona ham aynan o'sha jamoa safida 93-yil, 94-yil oralig'ida to'p surgan. Messi o'sha o'yinni stadionda kuzatgan va aynan o'sha stadionga borib Messi birinchi o'ynagan maktabigacha borish nasib qilgan. Keyin meni Sonixga taklif qilishdi. Ya'ni Sonixga meni Sonix a'zosi Erkinov Avaz, akam taklif qildilar. Mediada o'zing sinab ko'rmaysanmi dedilar. Endi men rosti o'yladim to'g'risi, mediada qanday bo'lar ekan. Chunki men o'ylardim, media futbol boshqa olam deb o'ylardim-da. Va to'g'risi futbol o'ynayotganimda qo'polliklar bo'lsa, nimadirlar bo'lsa qizishib ketaman. Qizishib ketganimdan keyin media futbolga to'g'ri kelamanmi, kelmaymanmi, u vobshe boshqa olam bo'lsa-chi deb biroz o'yladim. Keyin o'zlaridan maslahat so'radim. Aka, nima deysiz? Qanaqa bo'ladi? O'zlari aytdilar, sinab ko'r, Kanada yaxshi. Keyin mayli deb keldim Sonix jamoasiga. Sonix jamoasiga kelganimdan keyin Sonix jamoasini qabul qildi. 1 yillik shartnoma tuzdim. Sonix jamoasida xudo xolisa bundan ham yaxshi natijalarga erishishiga yordam berishga tayyorman. Sonix jamoasiga birinchi bo'lib Mirja akam telefon qilib chaqirdilar. Keyin shunaqa komanda qilamiz. Zbor bo'tda, zborda ozgina yordam berib oling. Chunki organizatsiya ishlarni qilib turaman. Ko'p joy tadbirlar o'tkazib beramiz va keldik va zborda bolalarni bo'lib zbor qilishda ozgina yordam berdik va Sonix jamoasini mashg'ulotga Hojimat Erkinov ukamiz kelib yugurib ko'ring xolasangiz dedi va bu narsadan xursand bo'ldik va kelib doshir mana jamoani bir a'zosi bo'laga bo'ldim. Men o'yladim birinchi fan klubga deb chaqirdi deb o'yladim. Yo'q. Nima deydi, fan klubimiz ham bor, xudoga shukr. Lekin o'zim futbol jamoasi, Sonix jamoasida o'ynayapman va bundan juda ham xursandman. Professionalizmda va katta futbolda men Sonix jamoasida o'ynadim. Akam chaqirib qoldilar, Begist akam, jamoa bitta jamoada o'ynaymiz. Yoshlikdan o'zi mendan so'rab, nima qilsan, ukam podдержка qilib, bos deb anaqa qilardilar. Ular ham futbolist bo'lganlar, yoshliklarida ayrim sabablarga ko'ra tashlaganlar. Xursand bo'lib ketdim. Boshida endi ozgina o'yladim. Olarmikan, endi formada emasman, anchadan beri trenovka qilmayapman, 1,5 yilcha bo'lib qoldi. Katta futbol o'ynamadim. Olarmikan deb o'yladim-da, keyin Allohga tavakkal qilib bordim. Allohning izni bilan keyin tez bo'lib ketdi. Ko'p ham unaqa trenovka qilmay, o'yin bo'lib qoldi. O'sha Hojimat Erkinov o'zlari asosiy tarkibda qo'ydilar. O'sha yaqinda o'ynadik Navoiy jamoasiga qarshi. Shunaqa qilib qo'shilib ketdi. Hammaliga o'zim akalarim yaxshi kutib olishdi jamoada. Shunaqa qilib qo'shilib o'ynayapmiz endi. Shunchalik shu komandani ochgan Hojimat Erkinov, Mirjalol aka, yana o'sha qolgan hamma, sizlar o'zingizlar, bu yerda hammani hissasi bor. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Shunchalik bizani futbolga qaytardinglar-da, baba. Ushalmagan orzularni ushatyapsizlar. Inshaalloh maqsadlar katta. Sonix jamoasini ne только O'zbekiston, butun dunyoga tanitish. Shunga mehnat qilyapmiz. Hayotda motivatsiya nima desa bo'ladi? Ota-onamdan olib yashayman. Men motivatsiyani ham, premyerni ham, hamma narsani men ota-onamdan olaman. Hayotda birinchi motivatsiya baribir ona, ota. Alhamdulillah ota-onam bor, ikkalovligi ham bor. Bizda doim yaxshi sharoit qilib berishgan. Hech qachon sharoitdan muammo bo'lmagan. Shu umrlik uzoq bo'lsa, shu bitta niyatlarim bor. Endi adam umriga borib keladi, shu onamlarga yaqin kunlarda, tug'ilgan kunlari agar nasib qilsa, umraga yo'llanma podarka qilish. Alhamdulillah, baxtliman. Hamma narsa Allohning rejalari bo'yicha bo'ladi. Hech narsadan nolimayman. Men uchun baxt yashayotganim ota-onam yonimda, hech nimadan kamim yo'q hozirgi kunda. Hozir kelajakda juda katta orzularimdan biri Amerikada o'tadigan terma jamoa jahon chempionatida ishtirokiga borish. Chunki niyat qilgan edim, terma jamoa
Olimpiadaga chiqqanda yonida bo'laman dedim. Yoshlar o'rtasidagi aynan Indoneziyaga bo'ladigan uchrashuvga Qatarga, Dubayga borib, Dubaydan mashinada borib kelganmiz. Olimpiadaga chiqqan kuni birga bo'lganmiz va Parijda Olimpiadada qatnashdik. Keyin jahon chempionati Abu Dabida O'zbekiston terma jamoasi qo'lga kiritganda ham stadiondan bo'lganmiz. Stadionga kirish muammo bo'lgan, lekin stadionga biletsiz kirib kelganman. Qanaqa kirib kelganim bir o'zi karyera u. Ko'pchilik bileti bilan stadionga kira olmagan, lekin men shu kuni stadionda bo'lib terma jamoamiz bilan jahon chempionatida birga bo'lish nasib qilgan va terma jamoa jahon chempionatida birinchi uchrashuvni ham nasib qilsa stadionda terma jamoa yonida bo'lishni xohlayman. Dubayda stadionga bilet bo'lmagan. Abdurahmon aka biletimiz yosh katta insonlarga beramiz deganlar, mayli deganmiz. Keyin soat 5:30 bo'lgan. 5:30da sekin gostinitsami, kafemi qidirib ketayotgan bo'lganman. Yo'lda ketayotganimda o'zimga o'zim savol berganman. Bitta Chinozli akam bor edi, Jahongir aka birga ketayotganimizda, "Men shu yoqqa kelib, men mana shu yerdan qaytib ketamanmi?" deganman. Keyin to'xtadim, javob san o'zingni qo'liga ol. Chunki Parijda ham birinchi o'yinda bilet muammo bo'lganda, birinchi bo'lib stadionga kirib kelganman men. Biletsiz stadionga. Nima deydi, hammani o'zining sohasi bor edi. Hech qachon stadionda biletim bo'lmasa, ko'chada qolgan bo'la emasman. Shu Bunyodkor, Paxtakor, Zborning eng qiyin o'yinida ham fan klub bo'lmasdan oldin stadionga kirganman. Shu Abu Dabiga kirishda shundan keldik. Birinchi eshik darvozalarga o'tdik, hamma yoq yopiq. Shundan 6-terma jamoa kirayotgan darvozasidan to'g'ri xuddi o'zimni stadionga ummatda kirib yurganlardek to'g'ri kirib kelganman. Hech kim meni yo'limni ham to'smagan va o'sha joydan o'tishimiz bilan stadion panjarasi shunday yopilgan orqaga qaraganimda. Sony X jamoasi muxlislariga bizani kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh maqsadimiz katta. Ne только o'sha O'zbekiston butun dunyoga tanitish bu jamoani. Mehnat qilishda davom etamiz. Sony X muxlislariga gapim, bizni kuzatishda davom etinglar. Bizani qo'llab-quvvatlanglar. Bundan ham kattaroq natijalar hali oldinda. Birgalikda bu natijalarga erishamiz. Sony X jamoasi muxlislari bu alohida tema. Bizani ikkita o'yindan beri juda chiroyli tarzda qo'llab-quvvatlashyapti. Chunki o'zim stadionda qo'llab-quvvatlardim. Hech muxlislar qo'llab-quvvatlaganda o'ynamagan ekanman. Juda ham zo'r aura bo'lyapti. 22-da Qozog'iston jamoasi bilan o'ynaymiz. Barcha muxlislarni, Sony X muxlislari bo'lmasa ham barcha o'zbek futbol muxlislarini stadionga taklif qilamiz. Hammalarni kutib, o'sha yerda bizani podдержка qilib tursanglar, nasib qilsa Sony X jamoasi Qozog'iston klubi ustidan g'alaba qozonadi.